Assalomu alaykum. Bugun biz Excel funksiyasida yana 4 ta qisqacha funksiya ko'rib chiqamiz. O'tgan darsimizda emas, umuman darslarimiz davomida ko'p funksiyalarni to'xtalib o'tyapmiz. Excelga kerak bo'ladigan ishlarimiz uchun asqatadigan funksiyalar haqida gaplashyapmiz. Bu sizlar tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. Bugun 4 ta funksiya, ya'ni upper, lower, proper va concatenate funksiyalarini ko'rib chiqamiz. Bular o'zi nima deyishingiz mumkin. Men o'zi boshidan qisqacha ta'rif beraman, keyin amalda ko'rsatib beraman. Upper funksiyasi bu berilgan ma'lumotlarda ichida agar harflar ishtirok etadigan bo'lsa, u harflarni katta harflarga o'zgartirib beradi. Lower funksiyasi esa uning aksi, ya'ni katta harflarni kichkina harflarga aylantirib beradi. Proper funksiyasi bu berilgan ma'lumotda aynan birinchi bosh harfini katta qilib beradi. Concatenate funksiyasi esa ikkita ma'lumot, misol uchun ism va familiyani alohida yacheykalarda joylashgan bo'lsa, ularni bitta yacheykaga yozib beradi. Bunday bo'lsa, amalda ko'rsatishni boshladik. Mana upper funksiyasi, upper berilayotgan ma'lumot va mana s bu yerda kichkina harf dedi, df kichkina harf dedi va ularni mana cdf katta harflarga aylantirib beryapti. Buni qolganlarga ham qo'llaydigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, hammasini katta harfga aylantirib beryapti. Lower funksiyasi aytganimdek, buni o'zining teskarisi. Mana enter. Bu yerda mana o, j, f, d, h, m ma'lumotlar misol uchun kiritdim. Aynan bir ma'lumot yaxlit bir ma'lumot yo'q edi, shuning uchun kiritib ketaverdim. Mana ko'rishingiz mumkin, hammasini kichkina harfga aylantirib beryapti. Proper funksiyasi aytganimdek, berilgan ma'lumotda bosh harfini katta qilib beradi. Ya'ni faqatgina birinchi harfini kattaga aylantirib beradi. Mana markda hamma harf kattadan iborat. Biz proper funksiyasini ishlatganimizda mark harfidan m harfining o'zi katta harfga aylanyapti. Bu qolganlarga ham qo'llaydigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Qolganlarni kichkina, asli bosh harflarini kattaga aylantirib beryapti. Yo bo'lmasam, buni o'chirib proper bu ma'lumotni oladigan bo'lsak, mana bu yerda hamma harf kichkinadan iborat, lekin bizga bosh harflarni katta qilyapti-da, qolgan harflarni kichkina o'zini aks holida ko'rinishida qolyapti. Concatenate funksiyasi berilgan ma'lumotlarni qo'shish uchun qo'shib bir yacheykaga joylashish uchun ishlatiladi deb aytgandim. Mana Mark Boston'da qo'shib oldi hozir, lekin bitta yacheykaga olib o'tdi. Buning uchun probel belgisini qo'shtirnoq orqali qo'yib ketishimiz kifoya qiladi. Mana Mark Boston'da ajratdi. Agar bu probelimizni yana bitta tashlaydigan bo'lsak, oradagi masofa uzoqlashib boraveradi. Buni bir ma'lum bir narsa yo'q. Bizga mana shu ham yetadi. Mark Boston. Bu qolganlarga ham qo'llaydigan bo'lsak, mana Mark Boston, Oleg Guxudov, mana hammasini o'sha ism familiya misolida ko'radigan bo'lsak, ism va familiya ularni bitta yacheykaga joylashtirib yozyapti. Funksiyalar, bugungi darsimiz qisqacha shundan iborat. Qisqacha funksiyalar izlab olishingiz oson va Excel hayot jadvallarimizda, misol kun davomimizda ishlatilayotgan Excel funksiyalarimiz davomida kerak bo'ladigan, asqatadigan elementar kichkina bo'lsa ham funksiyalar. Bu funksiyalar yordamida shu kerakli ma'lumotlarni to'g'rilab yozishimiz, qulaylashtirishimiz mumkin. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' va salomat bo'lasizlar.